Bu eski o'yda odam yashamaydi deb o'ylayapsizmi? Yo'q, juda ham adashasiz. Ushbu bir xonasiga zo'rg'a kirib olib, ancha oydan beri shu yerda bir oila istiqomat qilib kelmoqda. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar siz ushbu videoni ko'rib turib, haqdorligini, miskinligini bilib turib, videoga o'z hissangizni qo'sha olmayapsizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, keling. Rahmat oyi. Ushbu joyda qanchadan beri yashab kelmoqdasiz oyi? Biz shu 1 yil, 1,5 yildan beri yashaymiz. Shu joy egasi aytyapti, chiqib ketinglar deb. Endi qayda borsa, qayga borishga hayronmiz. 3 ta farzandim bilan qayga borishga ham hayronman. Xo'p, oyi, hozir farzandlaringiz necha yosh? Kattasi 2-sinfda o'qiydi. Kichkinalarim egizak, 2,5 yosh bo'lgan. Kuni kecha o'g'limni ham kuydirib qo'ydik. Buni doktorga ko'rsatganda ham mablag'imiz yo'q. Kimdan yordam so'rashni bilmadik. Sizlarga murojaat qildik. Xo'p, oyi, hozirgi kunda tirikchilik nima bilan bo'lyapti? Tirikchilikka qo'ni-qo'shniga iltimos qilamiz. Agar olib tursa, kunlik levaga chiqamiz. Hozir mana havo sovuq. Sovuqligi, yomg'irligi uchun ishga ham chiqmayapmiz. Ish har kun bo'lmaydi. Bir kun bo'ladi, bir kun bo'lmaydi. Ha, shunaqa. Xo'p, hozirgi kunda eringiz-chi oyi? Yo'q, u kishi bilan ajrashib ketganmiz. Mana Fatimaxon qizim kasal. Yig'lasa qotib qoladi, ko'karib, tili orqaga ketib qoladi. Shunga dadasi tashab ketdi bizni. Hozirgi kunda aliment olmaysiz. Aliment olamiz, ash qizni dori-ko'ldan ortmaydi. Bir doktorga ham qiynalyapmiz. Oyi, yana bir savolim. Oxirgi marta qachon go'sht sotib olib yedingiz? Yo'q, ancha bo'ldi. Hayit bayramida olib berishdi. Bo'ldi, tushundim. Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani O'zaki qishlog'ida turibmiz. Bugun kuniga 18-aprel haftani juma kuni. Ertaga inshaalloh shanba kuni videoni joylaymiz. Ko'rib turibsizlar ahvolini nima bo'lib o'tganini. Opamizni har kuni kelib uydan chiqib ketishini talab qilyapti. 3 ta bolasi bilan qayerga borishini opamiz bilmay sardordon bo'lib yuribdi. Iloji boricha iltimoslardan qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Hozirgi kunda bahor fasli bo'lgani uchun opamiz amallab turibdilar. Yaqinda qish ham keladi. Bu sovuqda shu xonadonda yashashi imkoni yo'q. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hozir video qilib xudo xolasa uni ham qo'yamiz. Namangan viloyatida juda ham ko'p saxovat qilishchi insonlar bor. Sizlar iltimos qilib qolardim. Iloji boricha shu opamizga yordam beringlar. Qish fasli juda ham oz qoldi. Tez kunlarda kelib qoladi. Birgalikda shu opamizga uy sovg'a qilish uchun yordam qilinglar. Ushbu qancha ketishdan qat'iy nazar ushbu pul yig'ishga yordam beringlar. Iloji boricha karta nomerlar qoldirdik. Alloh guvoh, o'zlarining karta raqamlari o'sha bola puli tushibdilar ekan, to'g'rimi? O'sha karta nomerlarini qoldirdik. Pastda o'zlarining nomerlarini ham qoldirdik. Agarda shu yerga kelib ko'rmoqchilar bo'lsa, bemalol ushbu nomerlarga telefon qilsangiz ham bo'ladi. Iloji boricha qo'ldan kelgancha yordam beringlar. 5 ming, 10 ming bo'lsa-da, xudo xolasa yig'ib yuboramiz ushbu pulni. Hozirgi kunda juda ham ahvol og'ir. Video qilib hozir joylaymiz. Yomg'ir yog'sa chakka o'tadi. Yashashga umuman sharoit yo'q bu xonadonda. Zo'rxon, katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Doktor bo'laman. Ko'p insonlarni davolaysizmi? Ha. Ukangizni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Menga uyingizni ko'rsatasizmi? Yuring ketdik. كان حلمي في وجود إنسان يبكي لبكات صار حلمي في وجود إنسان يفرح. Birgalikda ushbu opamizga yordam beraylik. Iloji boricha shu videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa tez kunlarda yana sizlar bilan ko'rishamiz birgalikda.